2024 yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi Tracker 2 avtomobilimiz. Kraskasi top-toza, propan gaz ballonlar qo'yib qo'yilgan. Balon holatlarini ko'rib o'zingizlar bir qator baho berib qo'yasizlar. Tracker 2 6277 km yuribdi. 6000 yurdimi? 6277 km. Deyarli yangi. Propan gaz ballonlar qo'yib qo'yilgan ekan. Kraskasini aytib o'tganimdek top-toza. Puli necha bo'lyapti aka? 15,5. 15,5. LTZ pozitsiyada ekan, ha? LTZ pozitsiyada. Xo'p, telefon raqamini aytaylik aka. 94lik. 94lik bilan 919 919 1614. 1614 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Tabiiy kamidan izlagan ukalarga videoni tashlab qo'yishingizdan chiqmaysiz. 2023 yilda ishlab chiqarilgan Tracker 2 avtomobilimiz. Redline pozitsiyada to'rtta deyarli yumshoq ballonlari bor ekan. Propan gaz balloni qo'yib qo'yilgan. Pozitsiyamiz premier pozitsiyada ekan. Kraskamiz toza deyapti akamiz. Qancha yurdi aka? 53 ming kilometr yurib o'tibdi. Puli-chi? Puli 16.600 dan tushib beramiz. 16.600 dan tushib beriladi. Xo'p aka, telefon raqamini aytaylik. 98 bilan 270 1022. 1022 raqamlariga aloqaga chiqasizlar aka. So'ramasa bozor so'radi. Bozor so'radi. Qancha bermadingiz? 15700. 15700 ga berilmagan Tracker 2 avtomobilimiz aka ukalar. Bir qator aylanib ko'rsatib qo'yaman. Ballonlarni o'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Katta yumshoq ballonlari, podnoshkalari, oldiga oblisovkalari o'zgartirib qo'yilgan ekan. Kraskamiz toza, gaz ballonlar qo'yib qo'yilgan ekan. Kimga qiziq bo'lsa, aytilgan telefon raqamiga aloqaga chiqib ko'rasizlar bemalol. Ikki ming 19 yilda ishlab chiqarilgan Tracker 1 avtomobilimiz. Kapotida krilosli petnos bor, qolgan joylari top-toza. Gazlari-chi aka buni? Propan gaz ballonlar qo'yib qo'yilgan. Yurgani 57 ming kilometr bo'libdi. Salon holatidan ko'rinishlari. Pozitsiyamiz avtomat pozitsiyada ekan. Tracker 2 Tracker 1 uzr, bor uzr. Tracker 1 avtomobilimiz Tracker 2 deb hozir chalib oldim. Bunaqa skromniy podnoshkalari bor ekan buni. Pulini necha pul deyapsiz aka? Aka buni bozorga 11800 deyapmiz. Sizning kanalingizga oxiri bo'ladigan aka 11300 ga beraylik. 11300 dollarga berib yuboramiz aka. Texnik holatida ishi yo'qmi? Yo'q aka. Hamma yo'q zo'r. Bo'ldi, telefon raqamini aytaylik. 94lik bilan 568 2001 22 raqamlariga bemalol aloqaga chiqsalaring bo'ladi aka-ukalar. Tracker 1 izlagan odamlarga videoni tashlab qo'yib, like bosib qo'yishingizdan chiqmas. 2024 yilda ishlab chiqarilgan Tracker 2 avtomobilimiz. 2024 dekabr oyida ishlab chiqarilgan ekan. Kraskasi top-toza ekan. Gazichi aka buni? Benzinda. Gaz qo'yilmagan. Tablolardan probeglarini ko'rsatib beraman. 17073 km yuribdi. Salon holatidan ko'rinishlari. Pozitsiyamiz premier pozitsiyada. Kraskasi top-toza. Puli necha pul deyapsiz aka? 18200 dollardan tushib beramiz deb aytib o'tyapti. Telefon raqamini aytaylik. Telefon 90lik bilan 387 3000 raqamlariga aloqaga chiqasizlar aka-ukalar. Podnoshkalari, old oblisovkalari tayyor o'zgartirib qo'yilgan. Mashinamiz minishga tayyor. Kraskasi top-tozasidan. Kimga qiziq bo'lsa, aytilgan telefon raqamlariga bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Arzon. 2023 yilda ishlab chiqarilgan mana shu yerda petnosi bor deyapti. Kapotda bitta detalda petnosi bor. Qolgan joylari top-toza. LTZ pozitsiyada. Ballonlarimiz yumshoq ballon. O'rtadan sal mandaroq ekan. Ko'rib o'zingizlar baho berib qo'yasizlar. 52626 km yurib o'tibdi. Tracker 2 avtomobilimiz. Propan gaz ballonlar qo'yib qo'yilgan ekan. Kapotdan tashqari qolgan joylari toza deyapti. Albatta ko'rsatib tekshirib olasizlar. Puli necha pul deyapsizlar? 14500 14100 ga berib yuboramiz deyapti. LTZ pozitsiyadagi Tracker 2 avtomobilimiz. Endi 2-3 ta mashinasi bor ekan, oxirida telefon raqamini aytib qo'yamiz. Keyingisi necha? Bu 23 Premier 27 ming yurgan toza 1400 dollarga metan qo'yilgan yumshoq ballon oblisovka. Premierga metan? Gap yo'q.
balon holatidan ko'rinishlari. Bu metanni endi anavi pokoleniyasidan-da. Pokoleniya metan gaz ballonlar qo'yib qo'yilgan ekan. 28229 kilometr yurib o'tibdi. Tracker 2 avtomobilimiz. Metana xuddi Captiva'ni singari bagajlikka xalaqit bermas ekan. Tushiring-da. Mana bagajligida ham joy qoladi ekan. Puli nech pul deyapsizlar? Puli 17 mingdan o'tib beramiz. 17 ming dollardan o'tib beriladi. Kraskasi top-toza. Bitta podnoshka kamyapti ekan, qo'yib olsanglar juda ochilib qoladi mashina. Xo'p, keyingi 12-chi aka. 2019-yilda ishlab chiqarilgan Tracker 1 avtomobilimiz. Kraskasi top-toza deb aytib o'tilyapti. Yurgani qancha dedingiz? 148 ming kilometr yurgan Tracker 1 avtomobilimiz. Ko'rinishi a'lo darajada ekan. Kraskasi toza bo'lgan Tracker avtomobilimiz. Balon holatlaridan ko'rinishlari. Opalarimiz ko'ryapti ekan. Kamera chiqarmas ekan. Hop, puli nech pul deyapsiz? 10700 dan tushib beriladi. Telefon raqami aytaylik. 88 bilan 766 37 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Yaxshi kam aka. 148.522 kilometr yurib o'tibdi. Kimga qiziq bo'lsa, kelgan telefon raqamlariga albatta aloqaga chiqinglar. Propan gaz ballonlar qo'yib qo'yilgan ekan, aytib o'tish esimdan chiqdi. 2024-yilda ishlab chiqarilgan Tracker 2 avtomobilimiz. Pozitsiyamiz Redline pozitsiyada ekan. Gazi yo'q ekan, benzinda ekan. To'rtta yumshoq ballonlari bor ekan. Ko'rib o'zingizlar baho berib turasizlar. Kraskamiz top-toza deb aytib o'tilyapti. 44171 tablo ko'rsatyapti. Salon holatdan ko'rinishlari. Aka puli nech pul deyapsiz buni? 17,5. 17500 dollar baho aytyapti ekan. Telefon raqamini aytib qo'yaylik. 88 bilan 232 77 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. 2024-yilda ishlab chiqarilgan Tracker 2 avtomobilimiz. Kraskasi top-toza Premier Plus. Premier Plus pozitsiyada podnoshkalari, old oblisovkalari tayyor qilib o'zgartirib qo'yilgan. Propanlar o'rnatib qo'yilgan ekan. 51086 kilometr yurib o'tibdi aka-ukalar. Avtomobilimiz minishga tayyor. Ballonlarning ham holati yaxshi holatda ekan. 17 ming? 17.500 dollar baho aytilyapti ekan. Telefon raqami aytaylik. Telefon raqami 90lik bilan 540 0169 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Premier Plus'dan izlaganlar. Xo'p. Bunisini yili necha edi? 2025-yil ishlab chiqarilgan, kraskasi top-toza, 23 ming yurgan. O'zini holatida. Aha. Zavodskiy holatida. Gaz qo'yilmagan. Bormi? Premier pozitsiyada 23644 kilometr ko'rsatib turibdi ekan. Metan? Gap yo'q lekin. Metan qo'yib tashlashibdi Trackerga. O'nglar yurish Bitta ko'rsatib qo'yamiz. Go'zal. Metan ham o'ta plotniy tushar ekan, lekin. Rapshaligi nima deysiz? Captiva'nikidan. Puli nech pul? 18700 kilometr beradi. 18700 dollar kami bor. Bagajga ta'sir qilmaydi gazi, bemalol. Tushunarli. Telefon raqami aytaylik. 92 93lik bilan 058 058 37 97 37 97 raqamlariga aloqaga chiqib qolasizlar.